Instagramda salofan ichida xamir qorish videosiga ko'zim tushdi-yu, darhol tayyorlab ko'rdim. Qo'limizni umuman qirqmasdan shunaqa yumshoq bulochka tayyorlang. Ideal chiqadigan bulochka xamiri uchun iliqdan issiqroq suv, 2 choy qoshiq dro'jji solib, qopqog'ini yopib qo'yamiz. Salofan paketi ichiga sutli massamizni va tuxum, tuz, shakar, unni eldan o'tkazib qo'shamiz va salofan og'zini bekitib, yaxshilab xamirimizni qorib olamiz. Qo'llarimiz umuman qirib bo'lmaydi. Sizlar ham menga o'xshab sinilarga qordirsanglar ham bo'ladi. O'simlik yog'i va eritilgan saryog'i ham solib xamir qorishda davom etamiz. Bu sizlarga ikkinchi lifehack. Xamirni iliqdan issiqroq suvga 20 daqiqaga solib qo'ysak, xamirimiz bir pasda oshib zo'r bo'lib chiqadi. Videoga like bosib saqlab oling, chunki bu video retseptdan keyin siz xamirlaringizni 1 soat oshishini kutib o'tirmaysiz. Vaqtida yumshoq bulochka uchun xamirlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda ochib, ichiga xohishga ko'ra nachinka surib, ustidan tuxum suramiz. Xohishga ko'ra mak sepsiyali ham bo'ladi. Dasturxonga qo'yganingizda ustilari yaltirab, yana ham chiroyli chiqishi uchun sirop suramiz. Sirop retsepti opisiyaniyada.